2026-yil 12 yanvar kuni soat 21:25 da Milliy TV telekanalida "Yiglagan yuraklar" nomli o'zbek serialining birinchi qismi namoyish etiladi va ilk sahnalardanoq bu hikoya tomoshabinni chuqur o'yga toldirishi ayon bo'ladi. Serial baland ovozli dramatik effektlarga tayanmaydi, aksincha, ichga yutilgan dard va sukutdagi iztirob orqali o'z so'zini aytadi. Asar markazida an'analarga korkorona bo'ysunish oqibatida o'zini yo'qotgan, zaiflashgan insonlar taqdiri turadi. Bu yerda zaiflik shaxsiy tanlov emas, balki jamiyat bosimi va qo'rquv mahsuli sifatida tasvirlanadi. Qahramonlar his-tuyg'ularini yashirishga majbur, chunki urf odatlardan chetga chiqish kechirilmasdek qabul qilinadi. Serialning kuchi ham aynan shu achchiq haqiqatni ochiq ko'rsatishidadir. Syujet sekin rivojlansa-da, bu tomoshabinga voqealarni his qilish, qahramonlarning ichki kurashini anglash imkonini beradi. Aktyorlar ijrosi sodda, ammo samimiy bo'lib, har bir sahna ishonchli ko'rinadi. Hech qanday ortiqcha bezak yo'q, faqat hayotga yaqin og'riq va sukut. Yiglagan yuraklar bu oddiy serial emas, balki jamiyatda ko'rinmay qolgan qalblar haqida aytilgan dardli hikoya. U an'analar ortida yashiringan ko'z yoshlar haqida o'ylashga majbur qiladi va tomoshabin qalbida uzoq vaqtgacha iz qoldiradi.